Avvalo Chempionlar Ligasi finali o'tkaziladigan stadionda o'ynash bu katta sharaf. Uchrashuvning katta qismida biz aynan rejalashtirganimizdek o'ynadik. Penalti orqali hisobda oldinga chiqdik, ammo ikkinchi bo'lim boshida biroz beparvo harakat qildik. Keraksiz to'p yo'qotishlar raqibga tashabbusni qo'lga olish imkonini berdi. Ular aynan shundan foydalanishdi. Biz bunday bosim bo'lishini bilardik. Angliya Premyer Ligasida bunday vaziyatlar odatda penalti hisoblanmaydi, ammo bu yerda qoidalar va ularning izchil qo'llanilishi sababli bunga ko'nishim kerak. Kecha Bavariya o'yinida ham shunga o'xshash holatni ko'rdik. Bu qo'l bilan o'ynash deb qabul qilaman. Lekin meni eng ko'p jahlimni chiqargani, nega Edgar bilan bog'liq penalti aynan shunday bekor qilindi? Bu aniq va ravshan xato emas edi. Bu qaror o'yinning borishini o'zgartiradi. Bunday darajada kechirasiz, bunaqa bo'lmasligi kerak. Sizlarga qandaydir tushuntirish berildimi? Avval qaror chiqadi, keyin esa juda ko'p vaqt o'tib, hakam epizodni qayta deyarli 10 martadan ortiq ko'rib chiqadi. Bu o'ziyoq javob. Menimcha bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Mikel Arteta hozirgina penalti bekor qilingani haqida juda jahli chiqqanini aytdi. Uning fikriga qanday qaraysiz? Yo'q, men hech qachon hamkasblarimning fikrlarini muhokama qilmayman. Bu yerda gaplashadigan hech narsa yo'q. VAR tizimi haqida nima deysiz? Arteta bu bosqichda penalti berish yoki bekor qilish uchun yanada aniqroq asos kerak dedi. Siz bunga qo'shilasizmi? Darvozamizga belgilangan penalti bo'yicha mening kamtarona fikrimcha, o'yinchi shunchaki orqadan bo'ladigan kontaktni kutdi va yiqildi. Menimcha Chempionlar Ligasi yarim finalida penalti mutlaqo aniq bo'lishi kerak, ammo hakam boshqacha qaror qabul qildi. Keyin yana bir epizod bo'ldi. VAR yordamida qo'l bilan o'ynash bo'lmagani aniqlandi va penalti bekor qilindi. Demak, ba'zida VAR beradi, ba'zida esa olib qo'yadi. El segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Así que hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita.